Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga chitir-chitir somsa retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga 2 piyola suv, 1 choy qoshiqda tuz va 1 dona tuxumni oqi kerak bo'ladi. Hammasini solib, massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan unimizni elekdan o'tkazib olamiz. Elekdan o'tkazib olganimizdan so'ng lapatka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib, qattiq xamir qilib olamiz. Qo'lga yopishmaydigan xamir qilib, 2 ga bo'lib, zuvalachalar qilib, yaxshilab dam oldirishga olib qo'yamiz. 10-15 minutga. Endi shu orada margarin eritib olamiz. Men milter margarinlardan foydalandim. Uni gazga qo'yib eritib olganimizdan so'ng xamirimizni yoyib olamiz. Xamirlarimni birinchisini yoyib oldim, ikkinchisini ham xuddi shunday qilib yoyib olamiz va yoyib margarin surib, ozgina margarin qotgandan so'ng ikkinchi xamirimizni ham ustidan mana shunaqangi tashlab, xamirimizni joylashtirib olamiz. Yaxshilab tekislab joylashtirib olganimizdan so'ng, buni ham ustiga, xamirimiz ustiga margarinni surib olamiz. Hamma joyiga surib olganimizdan so'ng xamirimizni o'rab olamiz endi. O'rab olib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Yarim soatga salafanchaga solib, salafanga solmasa ham bo'ladi. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Menda kartoshka, piyoz va go'shtdan ozgina zira solib va tuz solib yaxshilab massamizni aralashtirib olib qo'yamiz va o'sha olib qo'ygan xamirimizni xolodilnikdan olib, ularni pichoq yordamida kesib olamiz. Pichoq yordamida kesib olganimizdan so'ng qo'limiz yordamida shakl keltirib, juva yordamida xamirlarimizni yoyib olamiz. Hammasini xuddi shunday qilib birin-ketin yoyib, patnischamizga taxlab olamiz. Shu orada tuxum oqini xamirga solgandek, tuxum sarig'ini olib qo'ygandim. Tuxum sarig'iga ozgina sut solib, tuxumni surkab olamiz. Ketidan kunjut va sedanani somsalarimiz ustiga sepib, duxovkamizga 200 gradusga 30-35 minutga pishirishga jo'natamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek somsalarimiz tayyor. Agar retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang azizlar.